Shunday chiroyli, ishchan ayolimni qadriga yetmabman. Birinchisi baribir birinchisida. Ikkinchi, uchinchi xotinlar. Puling borida, obro'ying borida xotin ekan. Sendan zo'ri chiqqanda seni axlatga uloqtirgandek uloqtirib ketar ekan. Latofat. Qarash o'raymi? Yo'q. Hammasini o'zim eplayman, rahmat. Biror narsaga qarash kerak bo'lsa, bemalol aytaver. O'zim yordam beraman. Qachondan beri? Nima? Qachondan beri? Qachondan beri menga mehribon bo'lib qoldingiz? Meni kechir. Xato qildim. Asosiysi, xatolarimdan xulosa chiqardim-ku, Latofat. Erkak kishi xotiniga xiyonat qiladi. Xohlagancha xo'rlaydi. Lekin kallasi devorga borib urilganda kelib xotinidan uzr so'raydi. Xotinlar bo'lsa, xo'p deb kechirib ketaverish kerak. Shunaqami? Hech qachon. Xiyonat hech qachon kechirilmaydi.